Bir olishim kerak. Biznes unaqa emas. U biznes qilmayapti u. U tirikchilik qilyapti. Bu odamni da'vatda farqi yo'q. Sindirib bo'lsa ham pulini olsam bo'ldi, tushunsan? Bu ish ko'pchilik ish sifati muhim emas. Pul muhim bizda, bilasan? Keyin ishing bitgandan keyin sifatga o'tishni boshlashadi. Voy, men bunaqa qilsam, o'zing ish pul gaplashding, uni ish pul ustida bilan ish qilsan. Uni o'ylab ko'rgisi ham kelmaydi. To'g'ri. Misol uchun senga kestinga to'g'ri kelmaydi, misol uchun kelib turib, o'zi 50 ming, 30 ming so'm sartarosh bo'lsang, sen nima uborging keladi. Soqol uzunligini nima qilamiz? Men yarmini olib tashlayman. Yarim ketursin. Zo'r yo'qdi. Keyin so'ramasdan bosib Oy. So'm. Shu issiqda mazasi. Soqolni o'stirish uchun o'sha internetda aytabata reklama qilayotgan kremlar bor. Buni ishlasa bo'ladimi? Desa bo'ladi, joiz. Faqat uni tarkibida alkogol, spirt, cho'chqa yog'i bo'lmasa bo'ldi.